Mana pomidor qayerdaki? Ozarbayjon. Qaraydi. Mana qilib chiqarib, brend qilib chiqaryapti. Pomidorga ham gap yo'q, hech qanaqa aldov, tagi usti naval. Mana naval, Ozarbayjon. Ko'ring aka, libboyni to'kaverasiz. Men oladigan odamman o'zi mana. Mana silishga aka. Shuni qayerga uryapsiz endi akam? Qayerga? Yakutiyaga ketyapti. Bu почти 7000 kilometr bu. Ha, 5 kun. Shunga yaraydi deb olyapti-da mana shu narsani. Qanchadan oldingiz? 155 so'mdan, ha? Sifatlar yaxshimi aka? Ha, mana shunday qilish to'xtamadi-da. Mana qarang endi. Shuni aralashtirib olib kelaversa bo'laveradi. Endi mana uning narxiga buni sotaman deb aldab qo'yapsiz-da, keyin o'zimizda barokat yo'q bo'lyapti. Mana hozir bir ko'rdim. Iltimos bunaqa narsani sotmanglar. Yana ko'radigan bo'lsam, to'g'risi yoptirtiraman kelib. Yo aytaman, fito nomerlaringizni beraman u yoqqa. Birinchi предупреждение, akam, bunday qilmanglar, aytinglar. Bu o'zlaringizga yaxshi, o'zlaringizga.